Mana Asilbek akamiz ham Koreyaga yetib kelib oldi. Elektron vizalar bilan hech qanaqa sertifikat, shunga o'xshagan bosh og'riqlarsiz to'g'rilab berdik. 3,5 oyda vizasini olib, mana Koreyaga kirib keldi. O'zlaridan ozgina kompaniyamiz haqida fikrlarini eshitamiz. Ko'rib turganinglarda shu 3,5 oyda vizalarim chiqib, elektron vizalarim chiqib, Koreyaga yetib keldim. Juda oson bo'ldi. Hammasi To'lanboy firmalariga minnatdorchilik bildiramiz. Edo Express firmasiga avvalambor. Bemalol ishonch bilan Xudo xohlasa o'zingizlarga ishonib topshirsanglar, hamma dokumentinglarni nima so'rasalar, hammasini qilib bersanglar, Xudo xohlasa ishonch bilan gapiramanki, bemalol inshaalloh kirib kelasizlar. Mana 10 yildan beri ola olmayotgan vizasini 32 yoshda olishiga biz sababchi qilganiga shukr. Agarda e-vizaga topshirmoqchi bo'lsangiz, hech qanaqa sertifikatlarsiz 90-yilgacha bemalol topshirib berishimiz mumkin. Pastda turgan raqamlarga aloqaga chiqib, bemalol to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Edo Express biz bilan hamisha Koreyaga kelish oson.